Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan arab tilini noldan o'rganish bo'yicha gaplashamiz. Arab tilini noldan o'rganish kimlar uchun kerak? Qachon sizga arab tili kerak bo'ladi degan narsani ko'rib chiqamiz. Arab tilini o'rganish, masalan, ko'pchilik yurtdoshlarimiz umraga borganda, hajga borganda albatta arabchani bilsa juda foyda beradi. Masalan, mehmonxonani yo'qotib qo'ydingiz umraga borganda yoki kasal bo'lib qoldingiz. Dori kerak bo'lyapti, nima qilish kerak? Shunda sizga albatta arab tili kerak bo'ladi. Sayohatga borganda bu ham xuddi shunga o'xshagan holat. O'zingiz ishlaringizni tezroq bitirish uchun yoki bo'lmasam arablar bilan do'stlashib, qadrdon bo'lib, o'rtoqlashish uchun ham arab tilini bilsangiz juda foydali bo'ladi va ko'proq joylarni aylanish imkoniyati bo'ladi sizda. Sefir imtihoniga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, endi buni aytmasa ham bo'ladi. Sizga sefir olmoqchi bo'lsangiz, universitetga kirish uchun, talaba bo'lish uchun, o'zingiz maqsadingizga erishish uchun yoki sefir olib, arab tilini o'rganib, dars o'tishingiz uchun, magistraturaga kirish uchun juda ko'p imkoniyatlar eshigini ochadi sefir sertifikati. Ishlashga borsangiz, arab davlatlariga, masalan, ko'pchilik yurtdoshlarimiz hozir, masalan, Saudiyada yoki bo'lmasam Amirliklarda, Dubayda yoki Kuvaytda, Qatarda ishlashyapti va ular ham o'z jamoadoshlari bilan, hamkasblar bilan arab tilida gaplashishiga to'g'ri keladi. O'z karyerasini rivojlantirishga, lavozimini oshirishda arab tili bevosita katta foyda beradi desam bo'ladi. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, biznesmen bo'lsangiz, sizga albatta arab tili kerak bo'ladi. O'zim hayotimda ko'rgan Iman kompaniyasi asoschisi Rustam Rahmatov bir ko'rishganimizda aytganki, har kuni arab tili 2 soatdan vaqt ajratib arab tilini o'rganyapman. Sababi arab davlatlariga borib, u yerda investitsiya olib kirmoqchiman deb aytgandi. Ya'ni o'zini loyihasini rivojlantirish uchun tadbirkorlar arab tilini o'rganishmoqda. O'zini mahsulotini arab davlatlariga olib chiqib, har xil vystavkalarda, ko'rgazmalarda qatnashib, o'zini savdosini oshirishga, daromadini oshirishga albatta til bilish qo'shimcha qanot bag'ishlaydi. Shunaqa deb o'ylayman. Va davlat xodimlari bo'lsangiz ham arab tilini bilsangiz, chet tilini bilganligi uchun qo'shimcha daromad ustuni belgilangan. Buni o'zi qonunchilikda o'rgansangiz bo'ladi va arab tilini bilsangiz, xususan arab davlatlari bilan aloqalar rivojlanib boryapti va bu sizga o'z karyeringizda foyda beradi. Xo'p, endi bugun nima mavzular haqida gaplashamiz? Arab tilini o'rganish bosqichlari. Noldan arab tilini o'rganishda qaysi bosqichlar kerak bo'ladi? Bugun biz qisqacha shu haqida gaplashamiz. Arab tili orqali daromad qilish mumkinmi, pul topish mumkinmi? Shu haqida gaplashamiz va sizga sovg'am bor va taklifim bor. Xo'p, sovg'a nimadan iborat? Sovg'a arab alifbosini 2 soat ichida yodlab olish va o'qib ketish haqida bo'ladi. Men kimman? Nima uchun bu haqida gaplashyapman? Ismim Orifjon Turg'unov. 2014-18-yillarda Toshkent Islom universitetida o'qiganman va bu yerdagi ustozlarimiz Pirmuhammedov Bahodir ustozdan boshlang'ich arab tilini o'rganganman va Abdurahmonov Ixtiyor ustoz, Jahongir Ne'mat ustozlardan arab tili talaffuzi, fonetikasi, maxraj sifatlar bo'yicha ta'lim olganman. Sarf nahvdan Burxondan Ahmedov ustozdan ta'lim olganman. 2018-yildan beri arab tilidan dars beraman. Bevosita darsimizni arab tilini o'rganish bosqichlaridan boshlaymiz. Arab tilini o'rganish bosqichlari bugun sizlar bilan asosan alifbo haqida gaplashamiz. Hamma tilni o'rganishda alifboni o'rganishingiz kerak bo'ladi, ya'ni alifbodan boshlanadi. Endi arab alifbosi dunyoga mashhur alifbo. Buni odamlar bitta ko'rganda biladi. Juda ham ko'p tillarni, xususan biz eski o'zbek, eski turkiy tilimizni asosiy harflardan biri forsiy, hozirgi urdu tillarida ham arab alifbosi asosida yoziladi. Shuning uchun alifboni bilish kerak. Birinchi alifboni ko'ramiz. Bugun nuqtalar joylashuvi haqida gaplashamiz. O'xshash harflar haqida gaplashamiz. Chunki arab tilida juda ham o'xshash bo'lgan harflar bor. Xo'p, 4 ko'rinishli, 2 ko'rinishli harflar haqida gaplashamiz. Bu ham juda qiziq mavzu. Uncha qiyin emas, lekin juda ham oson. Husn xat daftari kerak bo'ladi. Mana shu haqida gaplashamiz va arab harflaridan tashqari arab tilida belgilari bor maxsus va shular haqida gaplashamiz. Xo'p, arab alifbosi mana shu ekranda ko'rib turganingiz alif, ba, ta, sa, jim, ha, xo, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, ayn, g'oyn, fa, qof, kaf, lam, mim, nun, ha, vav, ya va hamza harfidan, hamza harf o'zini buni belgi ham deyiladi. Ba'zi alifbolarda alifboga ham kiritiladi. Shuni hisobiga 28 ta, 29 ta deb nomlanadi. Hamzani qo'shsa 29 ta bo'ladi, qo'shmasa 28 ta. Mana shu alifbo, arab alifbosi. Bu alifboni o'rganishlik uchun osonroq yodlab qolish uchun sizga bitta usul o'rgataman. Ohang bilan aytadigan bo'lsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Masalan, alifun ba, ta'un sa, jimun ha'un kha'un dal, zalun ra, zayun sin, shinun sadun dadun ta, zaun ayn, g'oynun fa,
qofun, kafun, lamun, mim, nunun, ha, vavun, ya, hazihi huruful hija, hazihi huruful hija. Mana shu tartibda bo'ladigan bo'lsa, buni YouTube'dan boshqacha variantlarini ham topsangiz bo'ladi. Eslab qolishlik uchun juda ham oson. Alifboni tartib bilan yodlab olishga, ayniqsa yosh bolalar uchun ham juda foydali bo'ladi. Endi xullas, alif, ba, ta, sa, jim, ha, xo, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, ayn, g'oyn, fa, qof, kaf, lam, mim, nun, ha, vav, ya haqida gaplashamiz bugun. Nuqtalar keyingi ko'rib chiqadiganimiz alifboda hozir agar e'tibor bergan bo'lsangiz nuqtalar bor. O'zbek tilida bu nimaga o'xshaydi desa, o'zbek tilidagi masalan o bilan o ni farqi bor, g bilan g ni farqi bor. Shu farqlar nimada desa, bitta ustidagi qosh bilan farqlanadi. Arab tilida ham xuddi shunaqa nuqtalar bilan farqlanadi. Masalan, b bilan t nuqtasi bilan farqlanadi. Sin bilan shin nuqtasi bilan farqlanadi. Sod bilan dod nuqtasi bilan farqlanadi. Ya'ni nuqta bo'lmasa ajrata olmaysiz. Shuning uchun nuqtalar juda ham muhim. Aslida arab tilida 18 ta harf bor. O'zi 18 ta shakl bor desak bo'ladi. 18 ta shaklni eslab qolsangiz bo'ldi. Siz alifboni o'rgandingiz. Endi o'sha nuqtalari bilan birga 28 ta harf bo'ladi. Shu nuqtalarini farqlab olsangiz, demak alifboni to'liq eslab qoldingiz, to'liq yodlab oldingiz degani. E'tibor bergan bo'lsangiz, arab harflarida o'xshash harflar ko'p. Ya'ni nomida o'xshashlik. Ya'ni ba, ta, sa deganda shakli ham o'xshash, nomi ham o'xshash. Ya'ni boshdagi b, t, slar bu haqiqiy harfni o'zi, tovushi, alari qolgan ikkitadan alar uni nomi. Undan keyingi masalan jim, ha, xolarda shakl bir xil, nomi uncha o'xshamasligi mumkin. Keyin dal, zallarda shakli ham, nomi ham o'xshash. Ro, zalarda ba'zida ra ham deb o'qiladi, ra, za bo'lsa bir xil bo'lib hisoblanadi. Lekin umumiy bu yerda men sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumot, aksariyat harflarida nomi ham o'xshash, shakli ham o'xshash, ba'zilarida nomi sal boshqacharoq bo'ladi, shakli o'xshash bo'ladi. Masalan, sin, shin, sod, dod, to, zo, ayn, g'oynlarda shakl bir xil, nuqta bilan farq qilinadi. Nomi ham o'xshash. Boshdagi tovushi bilan farqlanadi. Buni yodlab qolishga ham oson. Sin, shin, sod, dod, to, zo, ayn, g'oyn. Fa bilan qof nomi ikki xil, shakli lekin ancha o'xshash. Kaf, lam va aliflarda shakli o'xshash, lekin nomida ancha farqlar bor. Bu sizga shakl orqali eslab qolishingizga va nom orqali eslab qolishingizga yordam beradi. Arab harflarini 4 xil ko'rinishli harflar va 2 xil ko'rinishli harflar bor. 4 xil ko'rinishli harflar deganda alohida so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida kelishiga qarab farqlanadi. Bu xuddiki lotincha, kirilchadagi bosh harf, katta harf va kichkina harflarga o'xshagan holat. Bosh harf deganda sal boshqacharoq, kattaroq yozilishi va kichkina harf deganda sal shakli o'zgargan holatda tasavvur qilyapsiz, katta, kichkina deganda. Arab tilida ham so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida ozgina farq qiladi, lekin o'ta katta farq emas. Ya'ni bitta asosiy shaklni eslab qolsangiz, bo'ldi, siz u harfni ajrata olasiz. Ikki ko'rinishli harflar degani xuddi shuni 2 barobar kam, ya'ni oson. Bu juda ham oson degani. Xo'p, endi keyin kerak bo'ladigan narsa husnixat daftari. Husnixat daftari albatta oling. Bu umuman qimmat emas. Taxminan 10 ming, 15 ming atroflarida turadi. O'ziga yaqinroq bir kitob do'konlaridan so'rasangiz albatta bo'ladi. Yoki internet magazinlardan olishingiz mumkin. Xo'p, bir necha xil variantlari bor. O'zingizga yoqqanini oling, lekin men mana shu ekrangizda ko'rib turganini tavsiya qilaman. Buni yaxshi tomoni ancha oralari alohida qilib yozilgan va nuqtalari bilan belgilanganligi uchun boshlanishda qo'lingiz arabcha harflarni yozishga ancha oson keladi. Husnixat daftari tutish sizga nima foyda beradi desa, arab alifbosini yozish ko'nikmasini sizni kuchaytiradi va yozish bilan birgalikda harflarni tanib olishingiz 2x bo'lmasa 3x, 4x tezlashib ketadi desak ham bo'ladi. Husnixat daftari tutsangiz, eslab qolishingiz ancha tez bo'ladi. Shuning uchun husnixat daftari tuting va bu keyinchalik sizga arab tilida yozish imkoniyatini ham rivojlantiradi. Arab tilida alifboda belgilanmagan maxsus belgilar bor. Bu belgilar sizga o'qishni osonlashtirib beradi. Alifboda unli harflar belgilanmagan, ya'ni a, i, u yoki o kabi unlilar yo'q. Alifboda harflarning ichida hammasi undosh harflar. Unli harflar arab tilida fatha, kasra, domma deb nomlanadigan chiziqchalar bilan maxsus belgilar bilan ifodalanadi. Bu belgilar harfni ustiga yoki ostiga qo'yilishi mumkin va shunisi bilan ham arab alifbosi ajralib turadi. Bu belgilar sizga o'qishni osonlashtiradi. Masalan, ka, ta, ba bo'lsa, o'sha kaf,
T va B harflari bo'ladi. K, T, B bo'ladi. Ustida fatha belgilari bor bo'ladi. Xuddi mana shu belgilar jami soni 12 ta, lekin undan tashqari kichkina boshqa belgichalar ham bor, lekin asosiy ishlatiladigan 12 ta maxsus belgilar bor. Ularni ham ko'rib chiqamiz qisqacha. Endi men sizlarga 28 ta harfni yozilishini doskada ko'rsatib beraman. Nomma-nom har bittasini hozir daftar olib, yozib, mana shunga yaxshilab e'tibor bering. Har bittasini ko'rib chiqamiz. Boshladik. Xo'p. Mana bu birinchi harfimiz. Mana bu alif harfi bo'ladi. Mana shu yerda chiziq bo'ladi. Mana shu chiziqning ustida yoziladigan harf. Alif harfi. Nomini yozib ketaman. Alif. Yaxshilab e'tibor bering. Va keyingi harfimiz B harfi. Mana shunday shaklda yozamiz va bitta nuqtasini qo'yamiz. B. Keyingisi xuddi shunga o'xshash bo'ladi. Boya ko'rganimizdek ikkita nuqtasini qo'yamiz. B bilan T ni shakli bir xil, farqi nuqtasida deganmiz. Shu nuqtalar muhim. Yuqorida aytganimizdek, bitta nuqta B da, ikkita nuqta T da. Buni T harfi, S harfi, bu ham xuddi shakli bir xil, nuqtasi 3 ta bo'ladi. Buni mana bunaqa S qilamizda, pastga bitta nuqta qo'yib qo'yaman. Bu boshqacha S ekanligini, ya'ni F ekanligini bilishlik uchun. O'zbekchada bunaqa harf yo'q. S. Demak, nomi B, T, S shakli bir xil, bitta, ikkita, 3 ta nuqtaligi bilan farq qiladi. Jim harfi bulardan butunlay boshqacha. Bu kirilchadagi Ch harfiga o'xshabroq ketadi va o'rtada bitta nuqtasi bo'ladi, mana pastida. Mana shu shakllar. Siz bu harflarni hozir yozib oling, tezlik bilan eslab qoling, chunki men o'chirib olaman. Keyingi 5 ta harfga o'tamiz. Keyingi harflarimiz mana bu harf H harfi deyiladi. Xuddi jim bilan bir xil shaklini taniyapsiz. Va keyingi harfimiz X harfi, nuqtasi tepasida bo'ladi. Shunga e'tibor bering. Bu qattiq X'imizga to'g'ri keladi o'zbek tilida. Nomi X bo'ladi. Mana bunisi yumshoq H bilan H, bunisi X. Dal harfi mana bunaqa shaklda yoziladi. O'zbek tilidagi D bilan bir xil tovush o'xshab ketadi. Keyingi harfimiz Zal harfi, bunaqa tovush o'zbek tilida yo'q. Bu boyagi S harfiga o'xshab ketadi. Buni ham yozamizda, tagiga nuqta qo'yib qo'yaman. Bunaqa tovush Z o'zbek tilida yo'q. Z, chuchuk Z deymiz. Ro harfi dalga o'xshab ketadi, lekin bu pastga ko'proq tushadi. Shunga e'tibor beramiz. Bu ro harfi. Demak, buni ham, bu 5 ta harfni ham nomma-nom eslab qolasiz. Mana shakli bilan eslab qolasiz. Mana H, X o'xshaydi, dal, zal o'xshaydi, ro o'xshamaydi. Buni ham o'chirib olaman. Keyingi harfimiz Z harfi. Bu o'zbek tilidagi Z ga o'xshaydi. Z yoki Zay harfi ham deyiladi. Buni ikkita nomi bor. Ikkinchi nomida Z, Y ham orttirilgan bo'lishi mumkin. Zay harfi deb nomlanadi. Ro bilan bir xil, faqat bitta nuqtasida farqi bor. Keyingi harfimiz Sin harfi. O'zbek tilidagi S harfiga o'xshaydi. Bu ham Sin. Mana 3 ta mana bu shaklga e'tibor berasiz. Sin. Va xuddi shuni she'riga 3 ta nuqta qo'yamiz. Sinning ustiga bu shin bo'ladi. Shin. Sod harfi. Bu endi yo'g'on sod. Bu yo'g'onroq sod. Sod. Shakliga e'tibor berasiz. Mana bu yerdan boshlaymiz va mana pastga tushadigan qismi bo'ladi. Mana sin, shin, sod va keyingi harfimiz dot harfida ham pastga tushadigan qismi bo'ladi. Dotning nuqtasi bo'ladi. Bu dot harfi ham boyagi o'zbekcha D harfimizdan dal harfidan farqi bor. Sod bilan dot bir xil, sin bilan shin bir xil, faqat nuqtasida farqi bor. Shuning uchun nuqtalar muhim. Endi shu yerda yozgan harflarimiz hammasini bitta eslab olamiz. Boshdan boshlab. Alif, B, T, S, Jim. Bunda B, T, S bir xilda. Alif bilan Jim boshqacha. Shaklini eslayapsiz-a? Keyingi 5 ta harfimiz H, X ikkalasi bir xil. Dal, zal ikkalasi bir xil. Ro boshqacha. H, X, dal, zal. Ro. Keyingi 5 ta harfimiz Z yoki Zay. Ro'ni sherigi nuqtasi bor. Sin, shin ikkalasi bir xil. Sod, dod ikkalasi bir xil. Farqi nuqtasida. Sinda nuqta yo'q, sodda nuqta yo'q, shinda 3 ta nuqta bor, dodda bitta nuqta bor. Shu nuqtalar bilan yaxshilab eslab qolishga harakat qiling. Keyingi harfimiz mana bu harf to bo'ladi. Bu lotinchadagi B harfiga o'xshab ketadi. To harfi. Bu ham o'zbek tilida yo'q. To bu yo'g'on harf hisoblanadi. Keyingi harfimiz xuddi shuni sherigi bitta nuqtasi bor. Bu zo bo'ladi. Zo yo'g'on harf ekanligini bildirish uchun. Keyingi harfimiz ayn harfi. Bu eng
qiyin harflardan talaffuzi ayn. Bunaqa tovush ham bizda o'zbek tili bizda yo'q. Ayn tomog'imizni o'rtasidan chiqadigan tovush. Keyingisi buni sherigi bo'lgan g'oyn harfi. Buni nuqtasi bor. O'zbek tilida g'a bor. Bu oson. Va keyingi harfimiz fa harfi. Fa. Eslab qolamiz. To bilan zo bir xil, ayn bilan g'oyn bir xil, fa boshqacha. Nomi ham o'xshash. To, zo, ayn, g'oyn. Va faga keldik endi. Keyingi harfimiz qof harfi. Qof. Hop, kaf harfi. Nom o'xshab ketadi. Qof, kaf. Lekin shakli o'xshamaydi. Kafda mana bunaqa ichida belgisi bor. Boshqa birorta harfi yo'q bo'lgan. Keyingi harfimiz lam harfi. Bu kaf bilan o'xshab ketadi. Undan keyingi harfimiz mim harfi. Juda ham chiroyli harflardan bu ham. Undan keyingi harfimiz nun harfi. Mana qof, kaf, lam, mim, nun. Ayniqsa shu harflarda bir-biriga o'xshashlik juda ham kam. Ajratib olish oson, ya'ni. Endi keyingi harflarga o'tamiz. Mana bu harf ha harfi hisoblanadi. Buni shakli, buni ham alohida qilib yozib beraman. Mana bunaqa shakli ham bor. Bu ikkalasi deyarli bitta harf, bunisi yoki bunisi yoziladi alifbolarda. Bu harfni yumshoq ha deymiz. Yuqoridagi ha bilan nomi o'xshash, lekin talaffuzda farqi bor. Bu ha, unisi ha deb nomlanadi. Ya'ni talaffuz qilinadi. Keyingi harfimiz va bu 9 ga o'xshab ketadi. O'zbek tilimizdagi va ga o'xshab ketadi, lekin farqi bor. Bizda v deyiladi, ularda v deyiladi. Shakliga e'tibor bering. Mana shu shakl. Undan keyingi harf ya harfi. Mana bunaqa shaklda bo'ladi. Ya. Ya harfi ikkita nuqtasi bor. Ikkita nuqtasi bor, ta ga o'xshab ketadi, lekin shaklini yaxshilab eslab qolsangiz ajratib olishingiz mumkin. Va bundan tashqari maxsus belgi bor. Mana bu hamza belgisi. Buni hamza deb nomlanadi. Hamza. Bu ba'zi kitoblarda alifboga kiritilmagan, lekin ba'zi kitoblarda alif bilan birga keladi. Alifbolarda alohida bu belgi, harf desa ham bo'ladi, belgi desa ham bo'ladi. Xo'p, demak, mana bu ha, bunisi va, bunisi ya, bunisi hamza. Mana shu shakllarni ko'rsangiz, bu haqiqatdan ham bir-biriga o'xshamagan shakl. O'xshashi yo'q desak bo'ladi. Shu o'rinda mana bu ha mimga o'xshab ketishini ko'rishimiz mumkin. Endi keyingi harflarni takror qilamiz. To, zo, ayn, g'oyn. To bilan zo o'xshash, ayn bilan g'oyn o'xshash va fa boshqacha. Keyin fa ga qof o'xshash. Qof, kaf, lam, kafga lam o'xshash. Mim, nun. Bularning o'xshashi yo'q. Nun ba harfiga o'xshab ketadi. O'xshash shakllarga e'tibor bering va nuqtalarga e'tibor bering. Undan keyingi harflarimiz oxirgi harflar. Ha, vav, ya va hamza. Barakallohu fikum. Hamma harflarni tugatib oldik. Mana endi siz mana shuni yozib o'rganib olgan bo'lsangiz, qisqa vaqt ichida yodlab olgan bo'lsangiz, bu zo'r. Izohga yozib qo'ying. Nechta harfni yodingizda saqlab qolibsiz? Nechta harfni shaklini eslab qola oldingiz? Nechta harfni nomini eslab qola oldingiz? Arab harflarini tanib olgandan keyin siz o'qishni boshlaysiz. O'qishni boshlaganingizda sizga maxsus o'sha tanvin, tashdid va boshqa belgilarni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Bu belgilarni ham husn xat daftarini yozish jarayonida o'rganib olasiz va sizga maxsus o'zi qo'llanma kitobchalar sotiladi. Boshlang'ich arab tilini, masalan, husn xat daftarlarini o'zida ham bo'ladi. Husn xat daftarlaridan tashqari alohida maxsus boshlang'ich arab tili deb nomlangan qo'llanma kitobchalar bor. Ana shulardan foydalansangiz bo'ladi. Ularni tugatgandan keyin o'qish va so'zlashuv uchun sizga yana kitob tavsiya qilaman. Masalan, Mabdaul qiroat degan kitob bor. Boshlang'ich darajada o'qish va lug'atlarni yodlash, tarjimani o'rganish uchun bu ham zo'r kitob. Agar siz so'zlashuvni o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizga Bayni Yadak degan kitob tavsiya qilaman. Shu ikkala kitob sizga boshlang'ich tarjimani, boshlang'ich sarf nahvini va so'zlashuvni o'rgatadigan asosiy qo'llanma bo'ladi. Arab tilini o'rganib pul topish mumkinmi, daromad qilish mumkinmi desa, buni bir necha xil yo'llari bor. Masalan, tarjimonlik qilib pul topishingiz mumkin. Hozir, masalan, yuqorida aytganimizdek, arab davlatlariga borsangiz, u yerda tarjimon bo'lib ishlashingiz mumkin yoki O'zbekiston o'zida ham tarjimon bo'lib ishlashingiz mumkin. Arablar kelyapti O'zbekistonga investitsiya olish yoki biznes ochish, nimadir tadbirkorlik qilish yoki sayohat uchun har xil maqsadlarda kelishadi. Ularga tarjimonlik qilishingiz mumkin. Bu o'sha sinxron tarjimonlik bo'yicha. Yoki bo'lmasa kitoblarni tarjima qilish mumkin. Buning uchun albatta saviya kerak, yuqori darajada bo'lish kerak, lekin ana shu darajaga erishadigan bo'lsangiz, yaxshigina daromad qilish mumkin. Bir bet, bir sahifani
Misol uchun 5-10 dollardan 50-100 dollargacha u yog'i manbaning muhimligiga qarab, tadqiqot manbasiga qarab daromad qilish mumkin. Endi ikkinchisi dars berish orqali ustoz bo'lsangiz, dars berib arab tili orqali daromad qilishingiz mumkin. Hozirgi kunda mana o'quv markazlari rivojlanyapti yoki bo'lmasam universitetlarda dars berishingiz mumkin. Har xil markazlarda dars berishingiz mumkin yoki o'zingizni sahifangizni yuritib shu orqali daromad qilishingiz mumkin. Ya'ni arab tilini o'rgatish orqali ham daromad qilsa bo'ladi. Tadbirkorlar uchun ham arab tilini o'rganish yuqorida aytganimizdek, arab davlatlari bilan aloqalarni rivojlantirish, ular bilan yana ham iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish, savdo-sotiqni rivojlantirish orqali misol daromadga chiqsa bo'ladi. Masalan, men o'zim Saudiyada ko'rganim, Turkiyani bir kumushmi brendi degan, gumushmi degan brendi shu Turkiyada kiyim do'konida sotilyapti. Lekin uni sifati u darajada anaqa emas, lekin Turkiyaning mahsuloti bo'lsa ham unaqa men yuqori baho bermadim. Biz O'zbekistonda chiqayotgan mahsulotlar ular bilan bemalol raqobatlasha oladigan, undan ham sifatli bo'lishi mumkin. Ya'ni agar siz kiyim-kechak biznes sohasida bo'lsangiz, arab davlatlariga eksport qilishingiz mumkin. Masalan, men xususan shu arabcha kiyimlarni bugun darsimizga oid bo'lganligi uchun kiyib oldim. Mana shunaqa kiyimlarni, liboslarni tikib sotishingiz mumkin va buni eksport qilishingiz mumkin o'sha arab davlatlariga. Shu orqali siz arab davlatlariga chiqishingiz mumkin, eksport qilishingiz mumkin. Eksport bu albatta O'zbekiston iqtisodiyotiga ham yaxshigina daromad olib keladi. Xo'p, endi arab davlatlarida ishlash orqali daromad qilsa bo'ladi. Ko'p yurtdoshlarimiz aytdik, arab davlatlarida ishlashyapti va meni o'zim shaxsan o'zimning o'quvchim hozirda Damak degan amirliklardagi eng katta qurilish kompaniyalaridan bittasi. Buni qurilish sohasidagilar biladi. O'sha kompaniyada sotuvchi bo'lib, tarjimon bo'lib ishlaydi. Bizni o'zbekistonlik, masalan, yurtdoshlarimiz yoshi masalan 30 da bo'lishi mumkin, 35 yoshli bo'lishi mumkin. Umuman yoshini ahamiyati yo'q. O'shanaqa amirliklardagi eng katta top kompaniyalarda menejer bo'lib ishlashi mumkin va yuqori daromad qilishlik mumkin. Va bunga albatta chet tillarini bilish kerak, xosatan arab tilini bilish sizga yaxshigina foyda keltiradi. Endi sizga taklifim bor. Taklifim shundan iboratki, arab tilini noldan o'rganib, 1 yil ichida so'zlashadigan darajada, bazaviy darajada so'zlashuvchi darajasiga chiqishga mo'ljallangan bizni arab tili biz dasturimiz bor. Bu nimadan iborat bo'ladi desa, Arabify degan yopiq Telegram kanalimiz bor. Bu Telegram kanalda har oyda nimalar bo'ladi desa, doimiy kurator nazorati bo'ladi. Har hafta men o'zim bilan jonli efirda dars bo'ladi, suhbat bo'ladi, savol-javob bo'ladi va sizlarni o'zim doimiy nazorat qilib boraman va har hafta 2 ta video dars berib boriladi. Noldan boshlayotganlar uchun birinchi oyda arab alifbosi, alif, rodan boshlab birinchi oyda sin, shin harflari, ya'ni shin, sin harflari. Undan keyin ikkinchi oyda uni davomi, ikkinchi oyda talaffuz kurslari ham boshlanadi. Mahraj, sifatlar, agar siz harflarni biladigan bo'lsangiz, talaffuz darslaridan boshlasangiz bo'ladi. Talaffuz darslari bevosita aynan harflarni, arab harflarini talaffuz qilishda sizga yaxshigina yordam beradi. Chunki mahrajlarni bilmasangiz, arab harflari qiyin harflar, o'zbek tilidan boshqacharoq harf bo'lgani uchun mahraj sifat sizga juda ham talaffuz kursi yordam beradi. 4-oyda uni davom ettiriladi, harflar tugatiladi, mahraj sifatlari tugatiladi, mashqlari bilan birga tugatilib, o'qish qoidalari boshlanadi. O'qish qoidalarida siz har bitta harfni yuqorida ko'rganimiz tanvin tashdidlari bilan birgalikda mukammal holatda o'qish, cho'ziqli unlilar, mad qoidalari, tashdid qoidalari, yozilsa-da o'qilmaydigan harflar, yozilmasa-da o'qiladigan harflar va bundan tashqari o'qish mashqlari, xatolarni takrorlash darslari bo'ladi. 6-oydan boshlab grammatika va so'zlashuv darslari boshlanadi. Bunda birinchi salomlashishdan, tanishishdan, undan keyin oila mavzulari, uy, manzil, maskan, kun tartibi va bu darslarning har birida amaliyot darslari berib boriladi. Ya'ni bitta dars salomlashish haqida bo'ladigan bo'lsa, tanishish haqida bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi darsda uni amaliyoti beriladi. 7-oyda davom ettiriladi taomlar, ichimliklar mavzulari, ta'lim, ish, har bittasini amaliyoti bilan. Savdo, ob-havo, odamlar mavzusi va joylar, shaharlar mavzusi, sevimli mashg'ulotlar, hobbilar, safar. 9-oyda sog'lik, ta'til, salomatlik, dam olish. 10-oyda oilaviy turmush, shahar hayoti, mana urbanizatsiya rivojlanyapti. Ilm, fan, ta'lim haqida gaplashamiz, mehnat, ya'ni arab davlatlarida ishlash haqida, kasblar haqida, qaysi kasblar qadrli arablar orasida va arab tili haqida gaplashamiz bevosita. 12-oyda tozalik, yoshlik haqida gaplashamiz, ekologiya mavzulari, energiya, quvvat haqida gaplashamiz. Demak, siz 12 oy ichida 0 dan boshlab
harflarni hech narsani bilmasdingiz. Siz uchun 28 ta harf hammasi bir xil edi. Lekin 12 oy ichida siz harflarni, ularning talaffuzi, o'qish qoidalari, so'zlashuv, dastlabki boshlang'ich grammatika qoidalarini o'rganib, arablar bilan bemalol muloqot qila oladigan, ular bilan tanisha oladigan, bazaviy holatda gaplasha oladigan darajaga chiqasiz. Buning uchun esa sizga o'zim har hafta jonli efirda yordam beraman. Bundan tashqari kurator doimiy nazorat qiladi. Ya'ni har bitta vazifani qildingizmi, qilmadingizmi, sizni tekshirib turadigan ustoz bo'lishi kerak. Agar nazorat bo'lmasa, ko'pchilik o'z vazifasini bajarmaydi. Savollaringizga javob beradi, tushunmagan joylaringizni tushuntiradi, siz bilan doimiy ishlab boradi. Xo'p, buning uchun ro'yxatdan o'ting. Quyida havola bor, opisaniyada, kommentariyda havola bor. U havola orqali o'tasiz va o'zingizni ismingizni va telefon raqamingizni qoldirasiz. Biz sizga aloqaga chiqamiz. Va ana shu joyga o'tganingizda sizga sovg'amiz ham beriladi. Ya'ni sizga yopiq kanalimizning havolasi beriladi. U yopiq kanalga o'tasiz. U yerda sovg'amiz bor. Sovg'a 2 soat ichida arab alifbosini yodlash va o'qib ketish ko'nikmalari va mana shuni tartibi haqida video darslik tayyorlaganman. O'tib ko'ring, albatta bu foydali. Sizlar bilan bugungi darsimiz yakunlandi. Agar siz foyda olgan bo'lsangiz, albatta izohlarga yozing. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.